Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz sizlar bilan qo'rquvlar haqida suhbatlashamiz. Qo'rquv nima? Qo'rquv bu hissiyotdir. Hissiyot esa kishining tevarak atrofdagi narsa va hodisalarga bo'lgan munosabatida hosil bo'ladigan emotsional holatdir. Hissiyot 3 xil turga bo'linadi. Ijobiy hislar, neytral hislar va salbiy hislarga. Ijobiy hislarga shodlik, xursandchilik, faxr, g'urur, iftixor kabi hislar kiradi. Neytral hislarga esa hayron qolish, qiziqish, ajablanish kabi hislar mansubdir. Salbiy hislarga esa g'azab, alam, nafrat, xavotir va albatta qo'rquv hislari kiradi. Ijobiy hislar bizning ruhiy salomatligimizni yaxshilanishiga yordam bersa, salbiy hislar esa bizning ruhiy salomatligimizga zararli ta'sir ko'rsatadi va hatto tanamizda ba'zi bir xastaliklarni ham keltirib chiqaradi. Demak, qo'rquvlardan xalos bo'lishni, organizmni ortiqcha zararlanishdan himoya qilishni o'rganishimiz lozimdir. Qo'rquvlar normal va patologik tusda bo'ladi. Patologik qo'rquvlar fobiyalar deb nomlanadi. Sayyoramizdagi har bir kishining fobiyaning ma'lum bir turidan aziyat chekishini hisobga olsak, bugungi mavzuyimiz nima uchun e'tiboringizga havola etilayotganini fahmlash qiyin emas. Qo'rquvlar bilan kurashish va nihoyat ularni yengish mumkinmi? Albatta, qo'rquvlarni yengish mumkin. Bu birinchi o'rinda o'zingizga bog'liq bo'ladi. Qo'rquvlar bilan samarali ishlashning eng yaxshi texnikalaridan biri mana shu mavjud qo'rquv bilan yuzlashishdir. Bu qiyin deysizmi? Bu oson emas, lekin bajarsangiz bo'ladi. Mana shu qo'rquv bilan yuzlashish qo'rquvni yengishda eng yaxshi usullardan biri hisoblanadi. Qo'rquvingizni rasmini chizishingiz, qo'rquvingiz haqida qog'ozga tushirib yozishingiz va paydo bo'lgan mehnat faoliyati namunasini yirtib yuborishingiz, yoqib yuborishingiz va yoki suvga oqizdirishingiz ham mumkin. Bunda ham sizda anchagina yaxshi ruhiy yengillik hosil bo'ladi. Qo'rquv kelganda nafas mashqini bajarish, bu texnika ham qo'rquvdan forig' bo'lishga yordam beradi. Qo'rquvingizni aniqlab oling, u haqida yozing. Ana shu qo'rquv holati yuzaga kelgandan keyin undan keyingi natija nima bo'ladi? Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyinchi qadam-qadam bu fikrlarni yozib chiqqaningizda javob ko'pincha hech narsa degan javobga olib boradi. Demak, avval boshda aytganimizdek, qo'rquv bu tevarak atrofdagi narsa va hodisalarga bo'lgan bizning subyektiv qarashimizda hosil bo'ladigan hisdir. Mana shu hisni rivojlantirish, to'xtatish, uni ongli ravishda boshqarish ham bizning o'zimizga, faqatgina o'zimizga bog'liqdir. Endi navbat kichikkina teslashtirishga. Inson tanasi hech qachon yolg'on gapirmaydi. Qo'l kaftingizni mana shunday tarzda beixtiyor musht holiga keltiring. Agar sizning qo'l kaftingiz birinchi suratdagidek shaklga kelgan bo'lsa, siz boshqalarga namuna bo'ladigan ideal shaxs hisoblanasiz. Agar qo'l kaftingiz ikkinchi suratdagidek yopilgan bo'lsa, siz to'g'ri so'z va quvnoq shaxssiz. Agar qo'l kaftingiz uchinchi suratdagi kabi holatga kelgan bo'lsa, siz boshqalarni his qiluvchi, ammo jim empatiya egasi hisoblanasiz. Hurmatli muxlis, qo'rquvlaringiz agar mavjud bo'lsa, u bilan mustaqil ishlashga harakat qiling. Mustaqil ravishda ularni yenga olmasangiz, u holda Inson ijtimoiy xizmatlar markazi psixologlari qabuliga tashrif buyuring.